أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم سباقداشlar. Bugünkü dersimiz et-taaccub, yani taaccub haqida bo'ladi. Endi taaccub degan nima deganda, taaccub deganimiz odatda uning sababi bilinmaydigan bir ishni odam his qilgan chog'da ko'ngilda paydo bo'ladigan bir ta'sirlanishni taaccub deb qaraymiz. Masalan, ma ajmala hazas sama, bu osmon nima degan chiroyli desak, uning chiroyli bo'linish sababini bilmaslik. Demak, buni shunda ko'rgan chog'da ko'ngilda paydo bo'lgan bir tuyg'uga o'xshash. Endi bu haqda musannif tuvangi beytni o'tirib qo'ygan. Demak, biz bundan taaccub degan nima degan savolimiz oydinlashdi. Anda da taaccubni qanday ifodalaymiz deganda, taaccubning ifodalash uslubi qiyosiy va samai, ya'ni g'ayri qiyosiy deb ikkiga bo'linadi. Taaccubningki samai bo'lgan ifodalash shaklari bor va qiyosiy bo'lgan ifodalash shaklari bor. Endi taaccubning samai qiyosiy bo'lgan ifodalash shaklining sig'isi ikki xil bo'ladi. Bu haqda musannif bunday dedi. Bi'af'alan tiq ba'da ma ta'ajjuba awji bi'af'al qabla majrurun biba wa tilwa af'alan sibanhu kama awfa khalilayna wa asdiq bihima. Musannif rahimahullah bunday dedi. Taaccubning ma'sidan af'alani so'zlang yoki ba bilan zir o'qilg'uchining oldida af'ilni keltiring. Af'alaga yandishib kelgan af'aladan kin kelgan so'zni uni tushumkilishga keltiring. Maf'ulun bih deb tushumkilishga keltiring. Ma awfa khalilayna deganga o'xshash va asdiq bihima deganga o'xshash. Anda da af'ildan keyin mushu ba degan zarfi zoid bilan zir qilg'uvchini uni fa'ili deb qaraymiz. Shu demak, bu ikki baytdan chiqdiki, taaccub ifodalash uchun chuqum ma taaccubiyatdan iborat ma ketadi. Ma taaccubiyatdan keyin af'ala vazni so'zlanadi yoki af'il so'zni keltiriladi shu ba bilan zir qilgan ismning oldida. Endi af'alaga yandishib kelganini maf'ulun bilan nasb o'qiymiz. Mening ikki do'stim nima degan vafodor, u ikkisi nima degan rostchilar deganga o'xshash. Ma awfa ma af'ala vazni khalilayna uni maf'ulun bihi bo'lib tushuntirishib keldi. Va asdiq bihima, asdiq bihima desak, u ikkisi nima degan rostchilar degan bo'ldi. Bu ma'awfa khalilayna bir xil vazn shakli bo'lsa, asdiq bihima yana bir xil vazn shakli bo'ldi. Ondan so'ng fil ta'ajjubning jumla shakli ikki ma af'ala kaza va af'il bih shakli bo'ladi. Endi birisi jumla ismiya bo'ladi va yana birisi jumla fi'liya bo'ladi. Ma af'ala kaza jumla ismiya, af'il bih jumla fi'liya bo'ladi. Bu qanday qilsa deganda, ma awfa khalilayna desak, ma ta'ajjubiya bo'lib mabni ala sukun fi mahalli rabbi mubtada. Awfa fil mazi mabni, endi fil mazi mabni ala al-fath al-muqaddara. Ma af'ala kasb mabni ala al-fath dedik, meda ma awfa mabni ala al-fath al-muqaddara. Fa'il zimir mustatir taqdiru huwa yarji ila ma ta'ajjubiyya. Khalilayna khalilayn maf'ulun bih mansub alamatun nasb al-ya li'annahu ism al-musanna. Khalilay mudaf na zimir muttasil mabni fi mahalli jar mudaf ilay. Endi demak, mana ma mubda awfa khalilayna degan jumla taaccubiyadagi fil taaccub
ma taaccübiyenin cümle haber oldu. Mahallen merfu deb qaraymiz. Bu cümle ismiye şekli. Ve estik bihima cümle fi'liye şekli oldu. Estik fil mazi ca'a ala suratil emri. Mebni ala sukun. Estik fil mazi ca'a ala suratil emri. Emri şeklinde kelgen fil mazi. Bihima ba hurufi jar zaid huma degan jari zimir unun mecru mahalle mecru olup fi mahalle rab'i haber. Demek bunundan kurvaldık. Biz taaccüp şekli çoğun cihetin ikkiga bo'linadigan. Birisi qiyasi, bunun siyasi ikki xilken. Yani birisi onun gayri qiyasi, yani samai bo'ladigan. Bu odatda har xil qarina orqali bilindi. Masalan, kayfa takfuruna billah va kuntum amwatan fa ahyaakum. Kayfa yani ism istifham mabni ala al-fath fi ma'na nasb hal bo'lib, bu yerda tufid taaccub. Taaccubni ifodalab turadi. Hamda Abu Hurayraning Rasulullahning Abu Hurayra uchun qilgan bir so'zi bor. Subhanallah. Innal muslim la yanjus. Doim tövbe. Musulmon degan nijis bo'lmaydi degan. Mana bu yerda subhanallah taaccub. Bu asli subhanallah ism masdar. Tashlangan fillan shunqir ishlab kelgan. Bu yerda taaccub. Yani Abu Hurayraning nijis jinobat bilan nijislikni e'tiqod qilib qolganligidan bo'lgan taaccub bo'ladi. Hamda lillahi darruhu farisan, u nima degan yaxshi chavandaz ha desak, bu bir xil taaccub jumla shakli. Ya lahu min shab, ya lahu min kitob. Kitob degan mushundaq bo'lsa deganga o'xshash. Bu bir xil taaccub shaklini ko'rsatib turadi. Hamda ikkinchi birisi biz bayon deganimiz ma'ab ala jumla ismiya shakli bilan kelgan taaccub siyg'isi, uslubi taaccub, af'il bi bu mu uslubi taaccub. Nunki cümle fi'liye şekli buludu. Hamda muşu biz yana bir müracaat qilsak, aqbih bil bukhli. Bexillik nima degan qabih sat ish ha desak, bu ma aqbahahu yoki ma aqbahal bukhla deganga o'xshash. Bexillik nima degan qabih sat ish deganga o'xshaydi. Hamda mishada aqbih fil mazi jaa ala suratil amri. Amri suratida kelgan fil mazi bo'lib, mabni ala fathi al muqaddara. Chunki u amr suratida kelganligi uchun. Hamda bu yerda bizga bir savollar kelib chiqdi. Mishada mazi labzi mishada buniki aqbahadin o'zgartirildi deymiz. Mazi suratidan amr suratiga o'zgartirilgan. Asa qabuhad taaccubni ifodalash uchun o'zgartirildi deymiz. Hamda mishada fa'ilda ba degan hurufi jar zaid ziyoda qilindi. Hamda bani zaid deymiz. Buxlini fa'il marfu bidamma muqaddara deymiz. Hamda mishada aqbih bil buxli desak, aqbih fil mazi amri suratiga kelgan fil mazi mabni ala al fatha al muqaddara bo'ldi. Bil buxli ba hurufi jar, al buxli majrur, ba'ni majrur alamatul jar al kasr bo'lib, bil buxli jar majrur mahalla marfu fa'il bo'ladi. Endi mishana buxlini shu dammatin muqaddara bilan endi bil buxli fa'il bo'lganikin alamatul rafi ad-damma al-muqaddara dedik. Nima chiqarsa u dammaning oshkor bo'lishidan shu oxirgi harfi jar zaidning harakati bilan shu mashg'ullab qolganligi uchun bu harfi jar harfi damma harakati oshkor kelinmagan. Endi mana bu shu fil ta'jibning ishqil jumla shakli bo'ladi. Endi mutaajjab minhuni tashlashga bo'lamdi degan bir savol kelib chiqdi. Yani taaccublanguchini tashlab etsak bo'lamdi deganda musannif rahimahulloh mundaq deydi. Wa hazb ma minhu ta'ajjab tastabih in kana indal hazb ma'nahu yadih. Nima debdi deganda
taşlayasınız. Buludu deydi. Siz inindin taaccüblengen narsini taşlaşını durus sanan, mubah sanan. Hazbi ma minhu taaccübte istabi. Siz inindin taaccüblengen narsini taşlayıtışını mubah sanan, durus sanan, mubah sanan. Eğer taşlayıtkende taşlayıtılgıçının manisi rüşen bolsa, taşlayıtılgının manisi inik bolsa taşlayasınız buludu deydi. Bu hakta şairinin bir sözü var. Era umma emrin dem'uha kad tahaddara bukaan ala emrin ma kana esbera. Men umma emrini onun yaşları emrigi yığılganlıktan tükelgen haletde kürüvatımen o umma emri nimi degen sabırcan dedi. Ma kana esbera. Esberaha diyen ha demekçi. Esbera de ma esberaha demekçi. Mişyada ma taaccübiyege aşı taaccüblengici mutaaccib minhu taaccüblengici ha degen zemiri kayıtkan emri butti. Şuna mutaaccib minhu taşlansı buludu. Çünkü cümlenin 5'te emrinin gibi çıkkaçka bu inik bilinadi. Şimdi ma kana esberdeki kana zait. Çünkü ma taaccübiye veren pir taaccübinden oturursa ma zait olab buludu. Hem bu onun gibi delil oludu. Onun başka yeni taşlangan misaller var mı desek? Esmi bihim ve ebsirhim. Ulan nemi degen anlaytı ve nemi degen bek kürte. Esmi bihim ve ebsir bihim degen bu testi. Şimdi növbette bizden toxtalmakçı boğunumuz taaccübning işki siğisi yani pili taaccüb, pili mutasarrif qatarı kiremdu yoki pili mutasarrif, pili jamid qatarı kiremdu. Yani gayri mutasarrif qatarı kiremdu degende taaccübning işki siğisi olgan ma'ab'aladik ab'ala ve ab'il bihtiki ab'il bu pili jamid yani gayri mutasarrif babı getiriyordu. Bu bir pildin, aslında mutasarrif pildin yasalысы mı? Lekin bu taaccüb qayınıp boğan için gayri mutasarrif bula pişildirildi. Mesela, bu hakta musannif bundaq deydi. Ve fi kilal fi'leyni qidmen lazima men'u tasarrufin bi hukmin hutima. Taaccübning her işkili pilda qadimdin tatib munsariflikning cheklanışı keskin bir hükümni lazım tuttu. Munsariflikning cheklanışı yani gayri jamid bo'luşu keskin bo'lgan bir hükümni lazım tuttu. Bundan chiqganki pil taaccübning gayri mutasarrif ekanligi azaldan ba'ish. Bu keskin bo'lgan bir hüküm demekçi. Mesela biz bu yerda ma ecmele sema desek, hem de bunu asman nime degen çırayla desek, bunu ma ecmeleni ma yücmilu, la yücmilu dep mutasarrif bo'lmaydi deganimiz bu mazi şeklidin muzari yoki emri şekli kelmaydi. Af'il bi şeklidin emri şeklida kelsa, buni yine bir muzari şeklida başka bir şekilde kelmaydi. Şu şekil af'il bi emri şeklida ma af'ala şekli mazi şeklida keldi. Undan başka bir şekilde yetkilib kelmaydi degan bo'ldi. Endi mishada beytda fi kilal fi'layni qidman lazima men'u tasarrufin bi hukmin hutimada qidman degan bir so'zdan keldi. Qidman degan gap bu nima demakchi desa, fi qadim zaman. Qadimgi zamondan tortib buning bo'ldi. Mushundaq filmi tasarruf emas ekanligi, g'ayri mutasarrif ekanligi qadim tortib bu aniq bo'lgan bir masala demakchi. Endi biz navbatda to'xtalmoqchi bo'lganimiz taaccübning ishki pilini yasashning sha'rini. Taaccübning pili taaccübni yasashda qandaq pillardan yasaladi, buning qandaq shart keladi degan haqida to'xtalamiz. Bu haqda musannif bundaq deydi. Ve suğhuma min zi salasin surripa qabil fazlin temme gayri zintipa ve gayri zi vasfin yudahi eşhala ve gayri salikin sabili pu'ila. Demek bu iki beytten çıkıdığını
pili taaccüp yasaşta şu taaccüp pili inanın yasılıdığan pilde 7 tane şart gidiyor demekçi. 7 şart gidiyor. Birincisi pil sulasi buluş gerek. İkincisi pil mutasarrif buluş gerek. Üçüncüsü pilning ma'nosi tafovutni hamda farqi tafovutni qabul qiluvchi bo'lish kerak. To'rtinchisi pil to'liq pil bo'lish kerak. Beshinchisi pil musbat bo'lish kerak. Oltinchisi uning sifati mush pildan kelgan. Af'alu fa'la vaznida kelmaslik kerak. Af'alu fa'la vaznida kelmaslik kerak. Yettinchisi ma'lum darajaga qurilgan bo'lish kerak, majhul kelmaslik kerak deydi. Mana bu 7 shart shu demoqchimiz. Endi bu 7 shartni biz beytdan chiqaramiz. Va sughuma min zi salasin. Bu ikki xil vaznini 3 harflik pildan yasang deydi. Unda bo'lsa pil ta'ajjub, 4 harflik, 5 harflik va 6 harflik pildan yasalmaydi degan bo'ldi. Va surrifa mutasarrif qilingan pildan yasang 3 harflik bo'lsin, mutasarrif bo'lsin, pili jamiddan yasalmaydi. Mesela 3 harflik pildan yasalsin degandan 4 harflikdan yasalmaydi. Masalan, dahrajaga o'xshash 4 harf, intalaqaga o'xshash 5 harf, istaxrajaga o'xshash 6 harflardan pili ta'ajjub yasalmaydi. O'z ayni lafzidan mastaxraja, ma dahraja, man talaqa deb manda yasalmaydi. Amma uni yasashning boshqa bir shakli va shu shaklda yasaymiz. Va surrifa dedi. Mutasarrif bo'lsin degandan endi bu g'ayri mutasarrif bo'lsa bo'lmaydi. Ya'ni masalan ni'miga o'xshash, bi'siga o'xshash, asaga o'xshash pillardan yasalmaydi demakchi. Ma ni'ma, ma bi'sa, ma asa deb. Agar kip qolgan bo'lsa u sama'i hisoblanadi, laysa qiyasi. As-sama'i yuhfaz va la yuqas. Üçüncüsü qabili pazlin. Pazlini qabul qiluvchi bo'lsin. U pil 3 harflik bo'lsin, mutasarrif bo'lsin, pazlini qabul qiluvchi bo'lsin debdi. Masalan, pazlini qabul qiluvchi nima desa, shu pilda bunda bir narsani, bunda masalan ma ajmala desak, chiroyli degan bo'ldi. Birisi birisining chiroyli ekanligini bildiradi. Masalan, chiroyliroq, go'zalroq degili bo'ldi. Ammo mushundaq go'zalroq, chiroyliroq degan bir farqni, tapozulni, ziyodilikni qabul qilmaydigan pillardan bo'lmaydi. Masalan, mata degan pilga o'xshash. Mata degan bo'ldi. Endi mata hazar rajul bu er nima degan o'ldi degan bo'lmaydi. Bu er bak çünkü mata degan o'ldi. O'lamning bak o'lgini, bo'sh o'lgini yo'q. O'lgan odam bo'sh o'lsa mo bir o'ladi, bak o'lsa uni bo'shroq o'ldi, bakroq o'ldi degili bo'lmaydi. Shunga mata degan pilga o'xshash, pana deganga o'xshash pillardan yasalmaydi. Ammo agar uning bir ziyodilik sifati, uning bir ziyodi bir sifat iroda qilinsa bo'ladi. Masalan, mata Isam denge ma abja mavtu. Isamning o'limi nima degan echilishdiqa? Uning o'limi nima degan ma abja bi mavtu. Demak, o chaqda ana boshqa bir usullar yasaldi deymiz biz. Va tamma dedi. Qabil pazin tamma. Tuluq pil olsun degan gapdan naqis pildan pil ta'ajjub aynim af'ala shakli bilan yoki af'il bih shakli bilan yasalmaydi. Masalan, naqis pillardan kana o'xshash. Kana va kada turdiga o'xshash pillar mushunday qator. Ba'zisi g'ayri zin nifa'al nafi igisi bo'lgan pillardan yasalmaydi. Davomli nafi vositalar bilan birga ishlatilgan. Masalan, ma'aja, ma nafa'a, ma hadara degan o'xshash pillardan nafil holatida yasalmaydi. Masalan, ma'aja davom, ma nafa manfaat ba'midi degan o'xshash. Davomli nafi vositasi bilan birga ketgan pil o'g'achqa bo'lmaydi. Amma nafisiz holatda ishlatilgan bo'lsa bo'ladi. Shu nafi pillar bilan yasalmaydi deyishimizning sababi shu. Endi va g'ayri zi wasbin yuzahi ashhala. Ashhalaga o'xshaydigan sifat egisi bo'lmaslik kerak debdi. Ashhalga o'xshaydigan sifat egisi bo'lgan pil bo'lmasin dedi 6-chi. Endi ashhalu
shahla, ahmaru hamra, akhdaru khadra deganga o'xshash mundaq pillardan yasalmaydi. Masalan, ashalu shahaladi. Masalan, akhdaru khadura pillardan yasalmaydi. Akhdaru khazra deb kitgan bo'g'achqa, akhdaru khazra. Mundaq pillardan yasalmaydi. Va yettinchisi endi bu yerda bir gap chiqdi. Nimishga yasalmaydi? Mush af'alu fa'la vazni bilan kelgan pildir nimishga yasalmaydi? Khazira, akhzar, khazra, havra, ahvar, havra, arja, arja degan o'sha pillardan yasalmaydi. Ya'ni rangga, eyibqa bunda dalolat qilgan pillardan yasalmaydi dedik. Nimishga yasalmaydi? Chunki buning sifati af'alu fa'la vazni bilan kelganligi uchun. Af'alu fa'la vazni bilan yasalmasning sababi chunki bu yerda af'li tabzil ma sifat buningdan af'li tabzil shaklining mushuningdan bo'lgan sifatlar bilan o'xshib qolish ehtimolligi bor. Masalan, ismi tabzil shakli bayongi ismi tabzil emas, sifati bu odatdagi sifat. Masalan, sifati mushabbah desak bo'ldi. Buningdan endi ahmar bo'lsak, qizilroq deb sifat yasamoqchi bo'lsak, bu af'ali tabzilning sifatiga o'xshib qilishdan bir qo'rqash bor. Endi u ikkisining har birisi mayli buning af'ali tabzil shaklimi af'ali vazni bilan keladi. Endi buningdan sifatmi muzakkari af'ali vazni bilan keladi. Ahmaru degan go'sh. Bunda af'ali vazni kelgandan keyin ana shunga ismi tabzil bu xil pillardan af'ali tabzil kelmaydi. Qizilroq, yeshilroq deb bunda af'ali vazn bilan sifat kelmaydi. Ismi tabzili kelmaydi, af'ali tabzil bilan taajjubi kelmaydi. Nimishqa af'ali tabzil bilan taajjubi kelmaydi, sifati keladi. Ahmaru desak qizil, akhdaru desak yeshil deymiz, sifat keldi. Nimishqa ishli tabzilni yasashdan to'sqan. Nimishqa shu pillardan af'al vazni bilan ismi tabzil yasalmaydi desa, chunki o'zining sifati mushabbah bo'lgan af'al vazniga o'xshab qolganligi uchun dedik. Endi piri taajjubmi yasalmaydi dedik. Bumi ismi nima bo'lgan, o'zining sifati bo'lgan af'al vazni kelgan sifatga o'xshab qoladi deganligi uchun af'al tabzil shakli va taajjub shakli bu xil pillardan yasalmaydi. O'zining sifati mushabbah bo'lgan af'al vazniga bilan erishib qilish, shuning bilan nurg'un ishdir. Erishib qilishdan saqlash uchun shuni yasalmaydi deb qaraymiz. Ammo kelib qolsa u g'ayri qiyosiy ahvol bo'ladi. Ammo 7-shart cho'qim pil majhul bo'lmasin. Majhul pildan undaq yasalmaydi. Majhul pildan masalan uripaga o'xshash, ulimaga o'xshash, ma'uripa, ma'ulima deb majhul pillardan pil ta'ajjub yasalmaydi. Nimishqa desa, bu yerda erishib qilish kelib chiqdi. Masalan, erishib qilishdan xotirjam bo'lsa, buning majhul shakli bilan erishib qilishdan xotirjam bo'lsa, yasalsa bo'ladi. Endi onda bo'lsa, nurg'un pillardan pil ta'ajjub yasalmaydi dedik. Masalan, yasalmaydigan pil 4 tariflik, 5 tariflik, 6 tariflik pildan yasalmaydi, g'ayri mutasarrifdan yasalmaydi, fazla tafovutni qabul qilmagandan yasalmaydi, nafi pildan yasalmaydi. Af'alu fa'la vaznida sifat tutgan pildan yasalmaydi va shundaqla majhul pillardan yasalmaydi. Endi ma af'ala yoki af'il bi shaklini yasalmagan bilan boshqa bir shakl bilan yasaladi. Shu shaklni ko'rib o'tamizki, shu taajjub shartli to'liq bo'lmaganlardan taajjub yasashning bir usullari bor. 7 shart topilmagan bo'lsa, 5 shart ya 4 shart topilib qolgan bo'lsa, uni boshqa bir usulda yasaymiz. Bu nima desa? Wa ashdid aw ashad aw shibhuhuma yakhlufu ma ba'za shuruti adima. Wa masdarul adimi ba'du yantasib wa ba'da af'il jarruhu bil ba yajib. Endi musannif deydi-ki, bazı şartları yo'qolganlarga ashdid yoki ashadda yoki o'xshashlar izbasar bo'ladi. Ashdid yoki ashadda yoki bu ikkisining o'xshashlari
Masalan, asbi yoki asba'a deganga o'xshash mushundaq formulalar mush shart ba'zi shartlarni yo'qotganlarga iz bosar bo'lib, shuning o'rnida sharti to'liq bo'lmaganligi ma'qul vaznni keltiramiz. Va masdar wal adim ba'du. Va uningdan keyin mush ashadda yoki ashdiddan keyin shu sharti yo'qolgan filning masdari zibarlik holatda keltirildi, tamizlik asosan nasb qiladi. Masalan, af'ildan keyin u masdarning ba bilan zir qilishi vojib bo'ladi. Demak, fildan bir vosita holatda ta'ajjub ma af'ala af'il bih bilan yazıldı, lekin 7 shart to'liq bo'lsa yazıldı. Ammo 7 shart to'liq bo'lmasa, uningdan bo'shg'il shakl bilan yasalmaydi. Birinchi, agar fil g'ayri sulasi bo'lsa, yoki naqs bo'lsa, yoki sifat bo'lsa, uningki af'alu fa'la vaznida qiladigan. Endi mushunda bo'lib qolgan bo'lsa, qanday qilamiz deganda, uningdan ta'ajjubga ma ashadda yoki ashdid bihning o'xshashlari bilan keltiramiz. Va shuningdan keyin filning uchuq masdarini yoki masdar muavvilni keltiramiz, maf'uliyatlik asosan nasb qildi desak bo'ladi. Ma ashadda va nahva degan bo'sh. Ashaddan keyin maf'ullik asosan keltirsak bo'ladi. Yoki ashdid bihdan keyin ba bilan zir qilib keltirsak bo'ladi. Masalan, intalaqa yantaliqu filni biz Xolidni bak yo'l yurdi demakchi. Anda bo'lsa, mantalaqa Xolidan degan olmoqchi. Ma ashadda intalaqa Xolidin. Xolid nima degan yo'l yurguchi? Ma ashadda. Misal intilaqan ashadda degan filning maf'ulun bihi. Ma afaladan keyin kelgan nasbli so'z maf'ulun bihi dedi biz bayam shu. Men bayam tamiz deganim o'laqi mening xato o'ylaganim. Ma ashadda intalaqa Xolid degandiki misal intilaq ashaddining maf'uludir. Endi ma nima ashdid bintilaqa Xolid desak, o'shada bintilaqa Xolid jar majrur fa'il bo'ladi. Tarbiya zaid bo'lganligi uchun. Ma as'aba ma as'aba kawnat dawa'i murran. Dur nima degan ochig'a desak, buni as'aba keldi. Kan degan to'liq shart to'liq bo'lmaydi, chunki bu naqis. Bayaqi intiloq bunda sulasi yo'qmidi? Qolgan shartlar desak, bu sulasi emas, ammo mutasarrif. Mutasarriflik tepiladi, ammo fazlini qabul qiladi, to'liq bil, nafi emas, af'al fa'la vazni bilan kelmaydi, majulma emas, lekin bir shart tepilmadi. O shart qolsa, uch shartdan g'ayri bo'lib qolgan. Endi kavni naqs bo'lib qolgan. Shunday ahvollar. Ikkinchisi fil majul darajaga qurilib qolgan bo'lsa, majul darajaga qurilib qolgan bo'lsa, yoki fil majul darajaga qurilibdi yoki manfi bo'lgan bo'lsa, fil nafi bo'lgan bo'lsa, bu chaqda uningdan ta'ajjubga mazkur vasf bilan yetamiz. Yuqori tilg'ilingan vasf bilan yetamiz. Va filning masdari muavval holatga keltirildi. Ya'ni muavval masdar muavval keltirildi. Masalan, ma ahsana an yubzala al-malu fil khayr. Malning yaxshilikda chiqim qilinishi nima degan yaxshi? Endi mesela masdar muavval kami bazli keltirsak, ma ahsana bazlal mal desh lozim keladi. O chaqda u filning masdar bir majul ma'na bildirsulamto, masdar yoki ma'lum ma'na bildirsulamto, bu bilinmay qolib qoladi. Shunlashqa fil majul daraja qilganda masdar muavval keltirilishi kerak. Yana bir nafi bo'lgan chaqda masdar muavval keltirilishi kerak. Ma adarra alla yasduqus. Alla yasduqal ba'i. Satquchining ras so'zlamaski nima degan zararlik ha? Dedik. Nishada ma adara alla yasduqal ba'i dedik. Nishada agar biz buni masdar muavval keltirmasak, o'chada nafi vasfini keltirib bo'lmaydi. Shunlashqa, yana nafi vasfini keltirish uchun va shundaqla shu majul holatini ifodalash uchun shunga fil masdar muavval shakli keltirilishi kerak. Endi uchuq maf'ul ayyubzalani biz masdar ta'vil qilsak, o'chada bu majul maqsad qilish to'g'ri bo'lmaydi. Ammo alla yastuqlancha masdar ta'vil qilsak, laning nafi bilan adarni maf'ul qilib taqdir ma adarra
adem as-sidqil ba'i deb bu chaqda ma'lum bo'ladi. Aning lanoniga adamni keltirsak bo'ladi. Üçüncüsü la yeta'ajjab min al-fi'l jamid ve la min allazi la yetafawat ma'nahu. Endi fil mutasarrif bo'lsin degan jamid filladin tasarruf fil ta'ajjub yasalmaydi ve onun ma'nisi farq tafavut bo'lmagan fillarni yasalmaydi. Mutlaq meni vasitli holatda yasalmaydi ve vasitsiz holatda yasalmaydi. Çünkü jamid nima biz qilsa o samai hisoblanadi. Anda bo'lsa qoidaga muxolif bo'lganni qanday qilamiz degan bir gap chiqdi. Qoidaga muxolif bo'lganlarga qarab onunğa başqa bir narsa qiyas qilinmaydi. Çünkü qoidaga muxolif kelganda samai deymiz. As-samai yuhfazu ve la yuqasu. Samai degan yotqi elinib olinadi, onunğa ikkinchi bir narsa qiyas qilinmaydi. Çünkü bu haqda musannif bunday deydi. Bin nudurihkum li g'ayri ma zukir ve la taqis alallazi minhu usir. Yuqori zikr qilinganning g'ayriga ozliq bilan hukm qiling. Yuqori zikr qilingan yetcha to'liq bo'lmay turib, fil ta'ajjub qilib qolgan bo'lsa, uni ozliq bilan bu oz, bu shaz deb hukm qiling. Ve uningdan asar keltirilganga qiyas qiling. Ve uning wala taqis alallazi minhu usira. Uningdan aşı sharti to'liq bo'lmagan, kasi bo'lmaydi deganlardan keltirilganlarga qiyas qilmang bir narsani. Demek ta'ajjubning ikki siyg'asidan qurilmasi biz bayondab o'tgandek shartlar to'liq bo'lmasa ma'lum vazn shakllari bilan keladi. Ammo ashuningdan g'ayri shakllanib qolgan bo'lsa, masalan ba'zi ashunaq vaznlarni kelib qoladi. She'rlarda chiqadigan ahvollar bor. Masalan, ma akhsarahu deb keltiribdi. Uxtu siradim. U nima degan biqinni tutda demagan. Uxtu sira degan aslida biqinni tutib chiqollab to'g'onni ko'z tutib turadi. Endi mushuningdan kip qoldi. Kaysa bu qiyasi demak buni samai deymiz. Buning ikkinchi bir narsani qiyas qilsak bo'lmaydi. Endi bizga yana bir savol kelib chiqadi. Fil ta'ajjubning ma'muli fil ta'ajjubning oldida kasb bo'lamdi deganga o'xshash. Fil ta'ajjubning ma'mulining shu kin kelishi vojib va uning omilga tutishab kelishi vojib. Masalan, ma abala ma ajmala sama'ni as-sama'a ma ajmala yoki ma as-sama'a ajmala deb keltirishga bo'lmaydi. Ve ecmil bis sama'ni aşı ecmilge ulab keltirish lazım keladi. Bu haqda musannif bunday deydi. Filu hazal bab la yuqaddama ma'muluhu ve wasluhu bihil zama ve pasluhu bi zarfin aw bi harfin jar musta'malun vel khulbu fi zaka istaqar. Mushu babning pilinin ma'muli hergiz ilgiri qilinmaydi. Nima uchun maf'uli demay ma'muli deydi desa, maf'ul desa fa'il undan chiqib qoladi. Ma'mul desa fa'il nima chiqadi, maf'ul nima chiqadi. Ma'mul ma af'aladan maf'ulun bihni af'il bihta fa'ilni ko'rsatib turadi. Chunki uning ma'muli hergiz ilgiri qilinmaydi-ki, u ma'mulni mushu babning filiga tutishab kelishni lazım kılın, vacip kılın. Ve pasluhu bi zarfin ev bi harfin jar musta'melun vel khulfu fi zaka istaqar. Ama fasıl kirse ve pasluhu bi zarf ma ta'accubiya bilen fil ta'accubiyanın oturusının zarf bilen ayrılışı yoki jari majrur bilen ayrılışı musta'mel işletilip keltirilgen vel khulfu fi zaka istaqar. Aşınında ihtilaf karar aldı. Bunun da ihtilaf var. Şuna ihtilafı bununki bazı kip qağallarını köydü. Lekin bunun ihtilaflık mesele dedi. Ama ihtilafsız bunu cari mecbur kasip buludu dep qaragan.
Mesela cari mecrur kamiginne bu kamit kılıkın inik keltirdik. Mesela biz birincisi şu pilga ma'mulni ilgir keltirisi bo'lmaydigan ma'muldan mutaaccib minhu maqsad qilindi. Af'aladan nasb qiladi, af'ildan harfi jar zaitdan zir qiladi. Mesela ma ajmala rabi' at yaz nima degan chiroyli deganda ar-rabi'a ma ajmala desak bo'lmaydi. Yoki ajmil bir rabi ajmal desak bo'lmaydi. Endi pil taaccub bilan uning ma'mulning o'ttirisining bir faslin aralishichu. Ma taajjubiya bilan aralishi emas. Mesela ma ahsanal kitab ma taajjubiya bilan pil taaccubiyani o'ttirisi aralantirsa kana zaida bilan olib kelgan bayam ko'rdik. Bu alayda ahvollar. Odatdagi ahvolda ma taajjubiya bilan pil taaccubiyani o'ttirisi aralanmaydi. Alayda ahvollarda mana zaid qo'xshash, zurishir nuqtalarini u boshqalar masala. Normal holatda aralanmaydi. Ammo ma taajjubiyaning pil taajjubiya bilan uning ma'muli bo'lgan maf'ulun bihining o'tirisi yoki fa'ili bo'lgan jar majrurning o'tirisi aralasa bo'ladi. Ma af'alak ma ajmala sama'ata as-sama'u bilan ajmalaning o'tirisi. Ajmil bis sama'ata ajmil bilan bis sama'ning o'tirisi aralasa bo'ladi. Jar majrur bilan aralasa bo'ladi degan gapni qildik. Masalan ma ahsana mu'tika al-kitab asli. Sana kitap berguchi nima degan chiroyliqa ma ahsana mu'ti a'ta yu'ti mu'tika al-kitab. Asli mu'ti ahsananing maf'ulun bi mu'ti degan ism fa'ilning birinchi maf'uli kab, ikkinchi maf'ul kitobdi. Endi buni ma ahsana al-kitab mu'tika desak bo'lamdirsa bo'lmaydi. Bundaq fasl bo'lmaydi. Ama bu fasl zarb bilan yoki jari majrur bilan bo'lsa, kuchli ko'z qarash qarasan durust. Ammo ixtilof bor. Al-khulfu fi zakis taqargan ixtilof bor, lekin rajih ko'z qarash qarasan durust. Arablardan shunday ahvol kelgan ekan. Masalan, lillahi darru bani Sulaym ma ahsana lillahi darruhu bani Sulaym deb. Ammo uningdan boshqa ma ahsana liqa'aha fil hayja degan gapni ma ahsana fil hayja liqa'aha deb kelgan ekan. Mushnaq fasllarning kirib qolgan yerlari bor deydi. Mesela ma asbata fil mukarramat baqaha deganga o'xshash. Fasli jari majrurdan tushgan deydi mushtaq. Bu mavjud bor, lekin ixtilof bor. Kagichilar ba'zi kasi bo'lmaydi deydi. Kuchli qarash jari majrur va shu zarb bu shibl alayda ahvol deb qaraladi. Kasi. Shu jari majrur va zarb ama pil taaccubning ma'muliga mutaalliq bo'lsa, uni past qilish sahih emas. Jari majrur mutaalliqkan pil taaccubning ma'muliga mutaalliq bo'lsa, uni past qilish sahih bo'lmaydi. Shuna ma ahsan indal g'azab al hilm. Mesela ig'ir nima de ochchig'i kelgan chaqda ig'ir basiqlik qilish nimagidan chiroyliqa yaxshi desak al hilmi aloqador bo'lg'achqa bu aloqada kasb bo'lmaydi deymiz. Asl ma ahsan al hilma indal g'azab deb kelganlik uchun. Ammo ba'zilarni uni kasb bo'ladi deb qarayotdi. Shunlashqa masalan qala an-nabiyul muslimin taqaddamu ahbib ilayna an takuna al-muqaddama deb keldi. Payg'ambarlar musulmonlarning payg'ambari dedi taqaddamu ilgirlanma. Ahbib ilayna an takuna muqaddama. Sening olg'i ilgirlig'ichi bo'lishing menga nima degan suyumlikka? Sening olg'i ilgirlig'ichi bo'lishing nima degan suyumlik desak, mana bu yerda ahbib ninki majruri an takuna al muqaddama
ilayna muqaddamaga mutaalliq bo'lganligi uchun durust bo'l. Şair meşhuri jar majrur degan ilayna bilan fil ta'ajjub bilan ve ahbib bilan uning fa'ilini masdarini ya'ni masdar muavvalni o'tini olib keldi. As ahbib ilayna bi kawnikal muqaddama degan butdi. Shu yerda ilayna degan orildi deydi. Muqaddamaga durust. Aşaga chetilganlikin durust bo'laverdi deb qaraymiz. Shuning bilan bizningki fil ta'ajjub haqidagi darsimiz shundan oxirlashdi. Keyingi darsimiz bu ni'ma bi'sa deb o'xshash fil madihi va fil zam haqida to'xtalamiz. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.